Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bizga navbatda berilgan masala TCP/IP bo'yicha, ya'ni bizga masala berilyapti 32 bitlik ketma-ketlik bo'lib, maskada birinchi navbat birlar, keyin esa nollar o'rin oladi. Buni hammamiz bilamiz. Ya'ni maska chap tomondan o'ng tomonga qarab birlar bilan to'lib boradi. Xo'p, har bitta bayt uchun, ya'ni maska 4 bayt bo'lganligi uchun 32 bit bo'ladi. Har bir baytimiz 8 bitdan bo'lganligi uchun bizga quyidagicha topshiriq beryapti. Ya'ni IP manzil mana bunday ko'rinishda bo'lgan tugun uchun deyapti. Tarmoq manzili mana bunga teng ekan. Bizdan so'rayotgan narsa maskani chapdan 3-baytini aniqlaying degan shart qo'yapti. Kelinglar buni yechish uchun biz jadval qurib olaylik. Bizga 9 ta katekchadan iborat jadval qurib oldim. Bu nimaga deydigan bo'lsalaring, biz mana bu yerda 8 bitni ifodalaymiz. Bu yerda bizga berilgan o'sha qiymatlarni beramiz. Bizda IP manzil 235, 116, 177 va 140 beryapti ekan. 235 bilan 116 bizda tarmoqda ham bir xil o'zgarmayapti. Shuning uchun biz bunga e'tibor bermaymiz. Sababi 255 bilan boshlanadi maskamiz va 3-bayt deyapti. Mana bu 3-baytimiz bizga kerak. Bu IP'dagi 3-bayt, bu esa tarmoq manzilidagi 3-bayt. Kelaymi, bu narsalarni yoza olaman. Mana bu yerga IP ni yozaman. 177. Mana bu IP bu. Keyin undan keyin maska bo'ladi. Maskani o'zini qoldiraman va oxiriga 160 ni yozaman, ya'ni bu tarmoqdagi 3-bayt. Endi qoida bo'yicha biz IP manzilni maskaga ko'paytirganimizda tarmoq kelib chiqish kerak. Shuning uchun biz oldin IP manzilni 8 bitni ifodalay olamiz. Bu qanday holatda bo'ladi? Demak, mana bunday holatda bo'ladi. Bu 177 ni beradi. Endi maska bilamiz, har doim birlar bilan to'lib boradi. Shuning uchun biz endi tarmoqni qurib olishimiz kerak. Ya'ni tarmoqni 3-baytini yozib olamiz. Tarmoqni 3-baytini ko'rinishi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 128 ga 32 ni qo'yganimizda 160 bo'ladi. Demak, qolgan kateklar 0 holatda bo'ladi. Endi maskani hosil qilishimiz uchun, maska har doim birlar bilan to'lib kelganligi uchun, demak biz mana shu tarmoqdagi oxirgi birgacha to'ldirib kelamiz. Ana bu yog'iga biz bir bilan to'ldira olmaymiz. Shuning uchun bu yog'iga 0 bilan qo'yamiz. Ana endi biz buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 128, 64, 32 bu ajo bo'ladi. 224 ni beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.